Bugun bir shirinlik yirkanmizda. Chokolokmada lokmani mazasiga baho beramiz. Lokmani 3-4 xili bor, bemalol o'sha tabiiyligiga qarab buyurtma bersanglar bo'ladi. Mazasi super. Agar 3-4 ta o'rtog'inglar bilanmi, oila bilanmi kelsanglar, mana shunaqa assortilarni ham e'tibor olsanglar bo'ladi. Vaflilari ham bo'ladi. Vaflilarini ham 3-4 xili mavjud o'rtoqlar. O'sha tabga qarab, menyuni ko'rib bemalol buyurtma qilaverasizlar. Bu mix assortida nimasi zo'r? Mana mevalarni ham hammasini terib olasizlar. Shokoladga xohlasanglar botirasizlar, xohlamasanglar yo'q. Bugun biz Sergelidagi Chokolokmani o'sha filialdamiz. Bemalol kelaverasizlar o'rtoqlar. Mana shunaqa katta zal sizlarni qarshi oladi. Interyerlariga vobshe gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerga bemalol oilaviy ham kelsanglar bo'ladi, o'rtoqlar bilan ham kelsanglar bo'ladi. Agar farzandinglar bo'lsa, mana bu yerda detskiy plashatkalar bor. Farzandinglarni detskiy plashatkaga shundoq berib qo'yasizlar, o'zingizlar maza qilib chokolokmalardan iste'mol qilsanglar bo'ladi. Chokolokmada o'rtoqlar mana kelib bemalol saboyga ham mana shunaqa setlarni olib ketsanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Har bitta narsani mana shunaqa alohida chiroyli upakovka qilib berishadi. Maza qilib chokolokmalarni yedik o'rtoqlar, kamiga saboylarni ham oldik. Manzil o'rtoqlar Sergeli Yangi hayot 4-metro bekatidan shundoq chiqib turishda havasi 2-etajda joylashgan. To'liq lokatsiya Telegram kanalda.